Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrimizda Luchoyda joylashgan Ahmet Chizyan'da 4 qavatli binoni yo'l bo'yida 3-qavatında 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz sizlar. Narx ham ajoyib narxda. Mesaf olacağınızı eslatib o'tadigan bo'lsak, aytib hurmatli ben El-Xazim ko'chaga chiqadigan yo'limiz. Hurmatli yonda Esikpol joylashgan. Bu yon tarafimizda yana ko'rib turganingizdek, hurmatli Luchoyni perkrossiyasi, o'ng tarafiga esa Obul Gazna ko'chasi, chap tarafiga esa Obul Baynsaga ketadigan yo'l. To'g'ri esa Ahumba Kavrasına yetadigan yo'limiz. Ajoyib mestada. Bu yerda suv, svet, gaz, transport, bog'cha, maktab hech narsadan muammosi yo'q. Dehqon bozori ham yaqin dehqon bozori 6-7 minutda borasizlar. Shu yo'ldan 7 marshrut ham o'tib turibdi. Yo'lning bo'yidagi 4 qavatli binoni 3-qavatında 2 xona kvartirasizlar. Qani yetkazsa birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. 3-qavatga yetib keldik. Kvartiramizga girish ishlari, ta'mir ishlari ajoyib zamonaviy xillardan qo'yilgan. Bismillahirrahmanirrahim deb kiramiz sizlar. Kirgandan koridor joylari, devorlar, fonda turibdi. Ishlar ham yog'och ishlardan sizlar. Bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bu yerda perxoshga mesalar ham ba'zilar. 2 xonadan iborat kvartiramiz. Bu yerda zaldan spalniya o'tiladi. Keyin balkon ham ba'zilar. Bu tarafimizda sanuzel qismi, keyin oshxonasi joylashgan birinchi etdan yo'zatib tanishtirib boramiz sizlar. Sanuzeldan başlasak, ayak tillari kafel bo'lgan, devorlar krasiyadan chiqib turibdi. Ondan deraklari esa kafel bo'lgan. Sizlar. Bildiğin suv shoshlari bor. Suv filtr ham qo'ygan ekanlar. Demak, joylar ham bor. Yo'lni bo'yinda 3-qavatda 2 xona narx ham zo'r narxda. Narxini nazorat yapısına yazıp kalan bir malı gelip üstünde solaşıp aşağıda mümkün kayıtlardan yerim var. Hemen salkım motora çıkardı ki hazır arızalladı. Bir de kuhun mebellər, vitişe gaz plitaları ham var. Su, svet, gaz var. Muamması getirdi. Bir de fartıklar ham kılıngan. Acayip bir mesele. Ahmet Çiz'nin yanında 2 kanalı. Kime de kızık olan olsa bir malı telefon kalırsa üstünde gelip mülk ezini üzerine sodalaşıp başladı mümkün. Birimiz 3'ü 10'a 5'i 60 hazmede düşken balkonda, açık balkonda bekleyerlerini akfa bilen hazla. Bir de meyde şurada koşu için şeraitleri var. Diyorlardan sonra fonda bir remont kılıverşle yazılı. Asıcık kılıverseyizlerim acayip aynalı akfaram varından. Birimiz 270'e 5'i 60 hazmede düşken 2 kanalı hazla. Bir anda bir kana, bir de bir kana, 2 kanalı kanalımız. Acayip bir mesada. Narx ham zo'r narxda. Mesapolajiniyasam zo'r. Yo'lni bo'yinda ichana kirib yurmaysizlar. Bog'cha maktablardan muammosi yo'q. Mana shu. Bog'cha maktablar ham yoki magazinlar ham, bozorlar ham o'ng'ayli. Yonida Ahumba masjid ham ba'zida. Azon sasi eshitilib turadi uylaringizda, hazlar. El-Xazim ko'cha ham yaqin, dehqon bozor ham yaqin. Dehqon bozori bir 6-7 minutlik yo'l pishkom yurganlaringizda. Yanında hurmatli 2 maktab, bog'chalar hemme udupsalar var, magazinlar, aptekalar ismi. Hemmire o'ng'ayli ajoyib mesajlar joylashgan. Narxi shu nazvani описаниеga yazib qoldiramiz. Gelib üstünde sodalashib olishingiz mumkin. Sizlar. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, videomizga yangi tarqatishni sizlar qo'ldan kelgancha arzon narxda xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.